Tojik xalqining ertaklari. Tulki va uzum afsonasi. Bir kuni och qolgan tulki yam-yashil bir bog'ga kirib qoldi. U bog'da tulki pishgan va juda mazali uzumlar bilan to'la bir tokni ko'rdi. Uzumlar balandda osilib turardi. Ularni ko'rgan odamning ko'zi quvnardi. Tulki bu uzumlardan yeyishni juda xohladi. U sakradi, yana bir marta sakradi, yana urindi. Ammo qancha harakat qilmasin, uzumlarni uza olmadi. Bir necha daqiqalik urinib, charchadi va zerikdi. Keyin norozi ohangda o'ziga dedi: Bu uzumlar hali pishmagan, nordon. Agar olsam ham yeb kasal bo'lardim. Shunday deb g'urur bilan ketdi, go'yo bu uzumlar unga kerak emasdek. Afsona tugadi. Siz qanday xulosa chiqardingiz?